barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Kamron Gamer. Bugungi videomizda biz jitellarni so'roq qilamiz. Bizning kanalimizga podpiska bossanmi yo bosmaganmi? Shuni surishtirib ko'ramiz. Hay, salom jitel. Hay. Sizlar ikkingiz egizak ekansiz. Hay egizaklar, sizlar mening kanalimga obuna bo'lganmisiz? Ha, Kamron Gamer. Biz sizning kanalingizga obuna bo'lganmiz. Ha, barchaga rahmat. Sog' bo'linglar, ishlaringizga omad. Yana shu yangi kanal ochsam menga yordamlashib yuborasizlarmi podpiska bosib? Albatta, bu qiyin ish emas-ku. Sizlar ham podpiska bosib ketinglar Kamron Gamerning kanaliga. Ha, do'stlar, jitelning gapi to'g'ri. Ikkalasi yana. Hozir boshqa jitellarni ham surishtirib ko'ramiz. Ha, jitel, meni kanalimga obuna bo'lganmisan? Albatta, Kamron Gamer, men sizni Minecraftga kirib kelganingizdan beri taniyman. Kanalingizga o'tib obuna bo'lganman. Ha, rahmat jitel, sog'-omon bo'l, joning sog' bo'lsin. Ishlaringga omad. Rahmat, Kamron Gamer. Mana bu jiteldan so'rab ko'raylikchi. Hoy jitel, meni kanalimga obuna bo'lganmisan? Yo'q. Kanalingizning ismi nima edi? Kamron Gamer. Ha, siz Kamron Gamermisiz? Albatta obuna bo'lganman. Do'stlar, tikimiz yorib qolgandi, shunga. Ha, rahmat. Hozir bu jiteldan so'rab ko'ramiz. Hoy jitel, meni kanalimga obuna bo'lganmisan? Yo'q, esimdan chiqibdi, Kamron Gamer. Sizning kanalingizga obuna bo'laman. Ha, esingdan chiqqan bo'lsa, do'stlar, sizlarning ham esinglardan chiqqan bo'lsa, obuna bo'lib qo'yinglar. Mayli, jitel, keyingi safar obuna bo'l. Maylimi? Mayli, Kamron Gamer. Mayli, nima ish qilgan bo'lsang ham ishlaringga omad. Hoy jitel, meni kanalimga obuna bo'lganmisan? Ha. Ha, mayli. Do'stlar, ko'rib turganlaringizdek hamma obuna bo'lgan. Faqat sizlarni yangi obunachilar kerakda bizga. Hozir Hoy jitel, meni kanalimga obuna bo'lganmisan? Ha. Unda omad, kanalimga obuna bo'lgan bo'lsang. Mayli, obuna bo'libdi, bechara. Hoy jitel, meni kanalimga obuna bo'lganmisan? Ha, Kamron Gamer, yonimdan qo'shib turing. Mayli. Chek. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek hamma jitellar menga podpiska bosgan. Shu bilan videomiz tamom bo'ldi degan emas. Hozir biz polizlarimizni o'stirib olamiz do'stlar. Hozir sizlarga ham poliz o'stiruvchi narsani tavsiya qilaman. Bu bone meal. Ya'ni bu shu polizlarni o'stiruvchi narsada biz qishloqlarga yordam beramiz do'stlar. Ko'p ham turish kerak-da do'stlar. Mana yaramas, bunisi yana nima bo'lgan? O'smay turib. Hamma qishloqlarga yordam beramiz. Men hali qishloqqa yangi ko'chib keldim. Shunda ham bilishar ekan do'stlar. Meni mana
Mana shu yerga kirib, mana buniki o sen ekan. Mayli shu yerda. To'xtaymiz. Ha, do'stlar, biz yangi uyga ko'chib kelishimiz kerak edi-ku. Esimdan chiqib qoldi. Bu inosammikan? Yo'q. Bu uy menga to'g'ri kelmaydi. Mana shu uyni olaman do'stlar. Bu endi meni yangi uyim bo'ladi. Bu yo'llarni taxlashtirib chiqishimiz kerak do'stlar. Kravatlarni ham qo'yib, bu yerni egasini topishimiz kerak. Yoki bu yer bo'shmikan? Ko'ramiz do'stlar, ko'ramiz. Vaziyatga qarab ish tutish kerakda. Ha, Jitel. Uy senikimi? Ha, meniki. Qatdan bilding? Men o'zim charxlama bosdim. Senga necha stak zumrad kerak? Mengami? 4 ta. Ha, mayli, 4 ta bo'lsa 4 ta de. Ol birinchisi. Ikkinchisini ham tashlaymiz. Mana tashlashni o'rniga uchinchisini ham, to'rtinchisini ham do'stlar tashlaymiz. Shu bilan videomiz tamom do'stlar. Hammaga xayr, sog'-omon bo'linglar. Kanalimizga yangi obunachilar kelsa men xursand bo'laman. Hammaga xayr.